haqida murojaat qilib turibdi. Bilamizki, o'zi respirator kasalliklarini, havo tomchi yo'li bilan yuqadigan kasalliklarni chaqiradigan viruslar juda ham ko'p. Gripp masalan virus haqida. Yangi biznes bu. Mana yangi turdagi biznes. Yangidan pul ishlash o'yini boshlandi. Aholi, xalqimiz. Assalomu alaykum. Do'xiylik o'tirmanglar, xalqimiz. Yana yangitdan o'ylab topilyapti biznes qilish uchun. Bu koronavirus pandemiya degani o'zi yo'q edi. Agar bo'lganda lo'lilar yo'q ketgan bo'lar, ko'chada yotgan insonlar yo'q ketgan bo'lar edi qirilib. Yaxshi o'ylab ko'ringlarchi, yaxshilab. Agar sababini bilmoqchi bo'lsanglar, men lishkamga kirsanglar, yozsanglar aniq-taniq javob beraman. Agar iymonli inson bo'lsanglar yozinglar, iymonsizlar bo'lsa foydasi yo'q, gapni tushunmaysizlar baribir. Xullas, ikkinchi to'lqin o'yin, koronavirus pandemiya degan narsani o'yini davom etmoqda. Shundan kelib chiqib, xavotirlikka o'rin yo'q. Bular biznesi. Men bularga bir paytlari koronavirus pandemiya davolayman deb yo'l beringlar deganimda, ular nima degan? Siz o'sha paytda aytishganki, menga karantin paytida siz sog'liqni saqlash vaziriga borasiz, u bilan maslahatlashib, siz maslahatingiz, taklifingizni qabul qilsa, keyin biz o'ylab ko'ramiz degan. Yaxshilab gapimni tushundinglarmi? Bu degani bizning biznesga aralashmanglar degani. Chunki o'sha paytda men televizorda jurnalist bilan mana shu sog'liqni saqlash vazirligiga savol javobida eshitib qolgan joyim, har bitta kasalga 32 million so'mdan 72 million so'mgacha pul ajratilganini dori uchun. Jahon bo'yicha esa 40 ming dollargacha pul ajratilganini eshitganman. Shuning uchun bu biznes, bu tushunib olinglar, xaloyiq, hech xavotirga o'rin yo'q. Bu ahmoqlarning kasalligi emas, har doimgidek gripp kasalligi, oddiy. To'liq ma'lumot kerak bo'lsa, nomerim aytaman. 33 580 25 74. Agar murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol murojaat qiling kunduz kuni. Agar qiziqarli tushunmovchiliklar bo'lsa, musulmonlar bo'lsa murojaat qilinglar. Iymonsizlar bo'lsa tushuntira olmayman. Eshitamiz. Bilamiz. Paragripp virus haqida, adenoviruslar, rinoviruslar haqida eshitganmiz. Albatta koronavirus ham o'sha respirator kasalliklar qatoriga kiradi. Endi hozir fasl o'zgarayotgan payt. Demak, biz qish mavsumidan chiqdik. Hali kun to'liq isib ketmagan, bir kun salqinroq, bir kun issiqroq kelayotganligi uchun hadeb ham biz mavsumga mos kiyina olmaymiz. Ba'zan ertalab salqinroq bo'ladi, aytaylik, kun davomida havo isishi munosabati bilan kiyimlarimizni yechib salqinlashga harakat qilamiz. Albatta, bunaqangi holatlarda respirator kasalliklari, ayniqsa havo birmuncha nam bo'lgan paytda respirator kasalliklarini avj olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Gap shundaki, respirator kasalliklarining barchasi havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Demak, yo'talganda, aksirganda, gaplashganda kasallik yuqishi mumkin. Demak, kasallik yuqishi uchun 3 ta asosiy epidemik jarayonni bosqichlari bo'lishi kerak. Birinchidan, bemor odam bo'lishi kerak. Ikkinchidan, yuqish uchun shart-sharoit bo'lishi kerak. Uchinchidan, yuqtirib olish ehtimoli bo'lgan moyil organizm bo'lishi kerak. Demak, agar biz bemorlarni o'sha respirator belgilar, aksirish, yo'talish, burundan suv kelishi, ko'zni qichishi, aytaylik, ovozni birmuncha dag'allashishi kabi belgilar bilan bemorlarni ko'radigan bo'lsak, yoki shu kabi belgilar biz oila a'zolarimizda kuzatilayotgan bo'lsa, u holda biz ularni maktabga, o'qishga yoki bo'lmasa ishga, bog'chaga yubormasligimiz kerak. Lekin kasallik manbai bevosita sog'lom odamlarning ichida bo'larkan, ularga kasallikni yuqish ehtimoli bor. Demak, kasallikni yuqorida sanab o'tganimizdek yuqishi uchun biz ular bilan juda yaqin muloqotda bo'lishimiz kerak. Agar biz oraliq masofani birmuncha saqlasak, bemor odamlar bilan muloqotdan ozgina o'zimizni tiyadigan bo'lsak, demak kasallikni yuqtirish ehtimolini oldini olamiz.
Demak, biz agar kasallikning belgilari paydo bo'lgan zahoti darhol bir e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Neki o'sha kasallik belgilari bo'lgan odamni imkon qadar alohidalashimiz kerak. Alohidalash uchun alohida bir xona qilgan maqsadga muvofiq bemorni bevosita parvarishi bilan shug'ullanayotgan shaxslar doka niqobda bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan klinik respirator kasalliklarni klinik belgilari kuzatilayotgan shaxslarga imkon qadar ko'proq suyuqliklar ichirish kerak. Tarkibida o'sha deylik askariy kislotasi tutuvchi, deylik o'sha sitrusli mevalar, deylik limondan ko'proq limonlik suyuqliklarda ichish kerak. Har xil qaynatmalar, o'sha o'rik, olma, turshaklarni qaynatib shulardan hosil qilingan qaynatmalardan berishimiz kerak bo'ladi. Tana harorati agar birinchi ko'tarilgan bo'lsa, darhol u taraf voy mo'jiza-ku bu gapi, mo'jiza-ku. Har kim nima deydi bu? Qanaqa bu inson qanaqa bu gap gapirib qo'ydi? Bu biznesni o'rta vazirimiz kim edingiz xullas? Biznesni o'ladi-yu, ne bu haqiqat yetib qo'ydingiz. O'rta vazir. Ey, doktor, professor. Bu haqiqatlarni aytmay xalqqa. Noningiz yarimda bo'ladi. Ey, haroratni tushirishga urinish kerak emas. Negaki tana haroratini ko'tarilishini o'zi o'sha organizmni viruslarga qarshi kurashayotgani, ya'ni o'sha organizmda antitela paydo bo'lish, antitanachalar paydo bo'lish jarayonini ketayotganligini ko'rsatuvchi omil. Eng asosiy maqsadimiz respirator kasalliklardan ikkilamchi bakterial infeksiyalarning yuzaga kelishini oldini olishimiz kerak. Bilamizki, respirator kasalliklarni oldini olish mumkin. Koronavirus paytida biz hammamiz guvoh bo'ldik. Kerak bo'lsa o'sha pandemik jarayonni ham jilovlashga muvaffaq bo'ldik. Demak, aytmoqchimanki, bu mavsumiy kasalliklar bo'lganligi uchun imkon qadar shu mavsumga mos koronavirus paytida nimaga guvoh bo'ldim? Vrachlarni, doktorlarni, dorichilarni, asosan dorichilarni pul ishlashiga, yaxshi poda ko'rishiga, ular davri kelganiga guvoh bo'ldim-da. Yesak, qornimizni to'q tutsak, aytaylik, imkon qadar shu sharbatlardan, ichimliklardan ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak va kasallikni bironta belgisi bor bo'ladigan bo'lsa, jamoat joylariga chiqmasak, aytaylik, odamlar bilan muloqotda bo'lishni imkon qadar kamaytiradigan bo'lsak, demak kasallikni oldini olamiz. Hozir sanitariya epidemiologik osoyishtalik jamoat salomatlik qo'mitasida alohida referens laboratoriya mavjud. Bu laboratoriyada keyin bitta narsani bilib olinglar, xaloyiq nega hozir dunyo bo'ylab nima deydi, karantin e'lon qilinmayapti? Sababi ommayoqda urush ketyapti. Urush ketayotgan joyda urush to'xtatilmaydi. Urush to'xtatmadimi, u karantinni yo'lga qo'ya olmaydi. Ya'ni odamlar harb qila olmaydi. Harb qilish uchun urush to'xtatish kerak. Gibnaz qilish uchun. Yuqadi. Urushda yopishadi, boshqa qiladi. Hamma narsa bo'ladi, to'g'rimi? O'shaning uchun endi karantin e'lon qila olmasa kerak deb o'ylayman. Endi o'xshamaydi bu aldashi. Ularni aldashi-da bu. O'zbekiston hududida tarqalib yurgan barcha viruslarni identifikatsiya qilish imkoniyati ham mavjud. Shunday ekan, lekin men inkor qilmayman, kasallik bor narsa, lekin o'limdan boshqa hamma kasal davosi bor degan gap bor-ku. Bu har bitta kasallik davosi bor. Tabiiy yo'l bilan odam o'zini Alloh bilan muloqot bo'lish orqali keyin to'g'ri yo'nalishda ovqatlanish, rioya qilish va tabiiy giyohlardan foydalanish. Bular endi o'zini biznesini maqsadga o'tkazib, pul ishlash maqsadida bularni. kasallikning ehtimollardan xolimiz.